Bu dunyoning temir yo'l tarmoqlari xaritasi. Yevropada qanchalik tig'iz bo'lsa, Osiyoda shunchalik tarqoq. Hindiston va Sharqiy Osiyoni hisobga olmaganda albatta. Yevropaning eng zich va eng faol temir yo'l tarmog'iga ega davlatlardan biri esa Germaniya. Uzunligi bo'yicha Yevropada top 3likda. Gavjumligi va zichligiga ko'ra birinchi o'rinda. Kuniga 20 mingdan ortiq poyezd harakatlanadi. Agar Germaniya temir yo'llarini ketma-ket yoysak, Berlin-Tokio masofasini 2 marta yoki yer meridianining 95%ni aylanib chiqishi mumkin. Bu ko'rsatkichlari bilan u Yevropada mutlaq rekordchi. AQSh avtomobillar davlati bo'lsa, Germaniya temir yo'l madaniyatli davlat. Germaniyaliklar esa Yevropadagi eng ko'p poyezdga chiqdim deyuvchi xalq. Shunday ko'rsatkichlariga qaramay, Germaniyada poyezdlar tez-tez kechikadi. Rasmiy ma'lumotlarda uzoq masofali poyezdlarning yarmidan ko'pi o'z vaqtida kelmasligi aytiladi. To'g'ri eshitdingiz. Nemischa hisob-kitobni dunyoga o'rnak qila olgan bu davlatda poyezdlarga umuman ishonib bo'lmaydi. Nemislar uchun bu oddiy hol. Ular rejalarini poyezdlar harakatiga qarab tuzishmaydi yoki zaxira vaqt bilan hisoblashadi. Mana sizga paradoks.